Assalamu alaykum vatan içi ve sırtadaki Uygur qeyrindaşlarım. Ben Gülşen Abduqadir. Kanada'nınki Toronto şehrinde yaşayman. Ben bugün Xitay qo'laydigan az qoldi nomli programmamning 7-chi qismi. Nima uchun Trump Zelenskiyni shunchalik ayblaydi, shunchalik qattiq gaplarni qildi? Buning parda orqasida nimalar bor, qanday sirlar bor? Mush haqda 7-chi qism programmamni sizlarga sunish uchun sizlar bilan yuz ko'rishib o'tiribman. Oldi bilan hammanglarningki shu yetib kelish oldida turgan Ro'za Ramazonlarini qizg'in tabriklayman. Ro'za Ramazonlaringizga muborak bo'lsin. Yana birisi bugun muajiratdagi Uyg'urlarning hammamizniki shunchalik ko'nglimiz yerim. Bugün Tayland turmusida yetayotgan 48 nafar Uyg'ur qarindoshimizning ustidan ib borgan shunchalik nurg'un kurashlarimiz, shunchalik nurg'un dunyoga yolvorishlarımizga qaramay, Jallod Xi Jinping, Jallod Kommunist partiyasi shu 48 qarindoshimizni bugun akirib ketdi vatanga. Intayin hammamizning ichimizdan qon yig'ildik. Qo'limizdan hech nima kelmadi, chorsizlik ichida tipirladik. Dunyo adolatining shunchalik adolatsizligini, adolat degan bir narsaning yo'qligini his qildik. Demak, manfaatlar oldida hamma dunyodagi hamma davlatlar shu manfaatlar oldida adolatni bir yoqqa qayirib qo'yganlik ekan. Bu bizga bir dars bo'ldi deb o'ylayman inshaalloh. Shu Uyg'urlarni o'zaro birlashtirishda, ittifoqlashtirishda bir dars bo'lganligiga ishonaman. Lekin qayg'uni kuchga aylantirib yana yashashimiz kerak. Ish qilib umidli bo'laylik hammamiz. Bugun shu Trumpning Zelenskiyni qattiq ayblab ketishidagi sirlar haqida sizlarga ba'zi egallagan uchurlarimni program qilib sunaman. Amerika prezidenti Donald Trump qayta vazifaga o'tirgandan keyin qilgan tunji ishlarining birisi Rossiya Ukraina urushini to'xtatish bo'ldi. Bilganlar sizlar bilganga o'xshash. Mush yo'lda ko'p tirishchiliklarni ko'rsatdi. Trump saylam raqobati jarayonida shu vazifaga o'tirsam 24 soat ichida Ukraina Rossiya urushini to'xtataman deb Amerika xalqiga va dunyo xalqiga va'da bergandi. Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda ko'rishgandan keyin Rossiya Ukraina tinchlik uchrashishini Arabistonda o'tkazdi. Ammo Ukraina prezidenti Zelenskiy bu uchrashishlarga kelmadi. Bu sebepten Amerika prezidenti Donald Trump Zelenskiyga qattiq açıqlab ketdi va uning ig'ir so'zlarni qildi. Undaqda nima uchun Amerika prezidenti Donald Trump Zelenskiyga bunchalik açıqlaydi yoki Zelenskiydan mamnun emas? Trump yana Ukraina urushini boshlagan kishi Zelenskiy deb Zelenskiyni qattiq aybladi. Ondan keyin shu saylam vaqti to'shqan bo'lsa, saylam qatiq chiqmadi, diktator, u bir komediya artisti, faqat bir komediya artisti deb uni tushirib shunday bir qattiq gaplarni qilib ketdi. Bilganinglardek, Zelenskiy Amerikaning sobiq prezidenti Joe Biden bilan bek yaxshi munosabatlarni qurgandi. Joe Biden Ukrainaning Rossiyaga qarshi uzun musofirlik, uzun mezgillik füze ishlatishga ruxsat qilgandi. Ammo Trump bu xil vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Donald Trump Zelenskiyni yana Ukrainada millionlarcha kishilarning va yoshlarning o'lishiga, behuda o'lishiga sabab bo'ldi deb aybladi, bekchiq ayblab ketdi Zelenskiyni. Onundan boshqa bu Donald Trumpga yondash holatda Elon Muskmi Twitterda Ukrainaliklarning Zelenskiydan
nafratlılığını tilga aldı. Elon Musk yana şu Zelenskiyning bir rasmini Twitterga chiqarib, u bir ayol bilan tushgan rasmga, balkim xonimimiki, shu rasmini Twitterga chiqarib, Ukrainaliklar o'layotgan bir mezgilda rasmga tushib yurganligini ayblab ketdi. Trump'ninki bir qancha kun avval Trump'ninki davlat bexatarlik maslahatchisi Zelenskiyga birinchisi Trump'ning sanga bo'lgan taqti tugdi, ikkinchisi Ukrainaning nadir elementlarini, ya'ni buni siyrak topa deb ishlatyapti matbuotlarda. Mushlarni o'z ichiga olgan mineral moddalarni Amerikaga berish kelishimiga imzo qo'y deyish orqali Zelenskiyni qistidi. Bu Donald Trump vazifaga o'tgandan keyin Amerikaningki Ukrainaga urush jarayonida bergan urush yordam pullarini to'lashini talab qilgan va Ukrainaga yer osti boyliklarining 50%ni Amerikaga qaytarishni talab qilgandi. U yana shu Trumpning davlat bexatarlik maslahatchisi yana Trump Zelenskiydan behrasiz deb keskin ifoda bildirdi. U oxirida yana bu amerikaliklarning Ukraina xalqiga bergan eng oxirgi tarixiy fursati deb jakaldi. Trump ishki kommentinin gap qilish usulumu pek keskin bo'lib, oldingi qitim navbatlik Amerika prezidentlariga hargiz o'xshamaydi. Bir xil ish qilib shundoq chiqib bir dunyoda o'zgarish hosil qilgandek shu bo'pmi chaqan ishlarni chaqan bitirib Donald Trump masalan Ukraina urushini, Rossiya Ukraina urushini oxirlashtirib, Gazadagi ishlarni tezdan tugatib, eng oxirgi nishoniniki shu Xitoy Kommunistik partiyasi kommunizmni, sotsializmni dunyodan yo'q qildiganligidan iborat bir bishoratni, bir shapini beryotdi dunyo xalqiga. Bu Uyg'urlar uchun nihoyat xo'shallanarli ish. Bu yana Xitoyning qulaydiganligiga oz qolganliginiki bishorati. Men aslida bu programmamni shu Xitoy qulaydiganligiga oz qolganligi haqida shu bir balvoq bir yo'lni bo'ylab shu jarayonda bo'layotgan ishlar, Xitoyning ichki vaziyatlari, Xitoyning iqtisodiy ahvoli, paychak bozorlari mushahlarda programma ishlab tayyorlab qo'ygandim. Ungacha men qarsam bu Zelenskiyni bek Trump ayblab ketgandan keyin to'xtab turib, bu nimishki bu Donald Trump buncha ayblaydi bir davlatning zo'ngtig'ini deb buni ichiga kirib qaragan vaqtimda shu nima buni oqsida yana shu nima ekan, Xitoy ekan-da. Xitoyga munosabat ekan bu Zelenskiyni unchalar ayblab ketishning. Shuning bilan bu tema haqida bir program ishlashni muvaffaq ko'rdim. Yana cho'nqurlab shu Donald Trumpninki nimani Zelenskiyni nima uchun ayblaydiganligi haqidagi faktlarga bir qarab boqaylik. 2025-yili 15-yanvardan 18-yanvargacha davomlashgan Myunxen bexatarlik uchrashuvi jarayonida Amerika sungan yuqoridagi kelishimlarni Zelenskiy qabul qildi. Bo'ldi, men Ukrainaning yer osti boyliklarining 50%ni, ya'ni nadir elementlar yoki siyrak topa degan nimalar dunyoda kam uchraydigan boyliqlarni o'z ichiga olgan 50% Ukrainaning boyligini Amerikaningki shu urush Ukrainaga yordam qilgan urush yordamlarining javoban berishga qo'shildi. Ama aqidillam yana Zelenskiy yenib oldi. Mayaqdan qo'shilib, uniki mayaqdan yana yenib oldi. Trump o'zining alayda vakili Kate
Kate Kellogg degan kishini Zelenskiy bilan ko'rishishga Ukrainaga avatadi. Bu ikisi Zelenskiy bilan Trumpning alayda vakili muxbirlarni kutib olishligini o'tkazmoqchi edi, lekin ammo tuyuqsiz amaldan qoldirildi. Zelenskiyninki bergan bayonotlaridami nima da'vat Zelenskiyning nima da'vatganligi aniq emas bo'lib qoldi. Donald Trump yana Ukrainaninki NATOga kirishini rad qildi. U bundan keyin Ukrainaning bexatarligini qo'g'dash NATO va Amerikaning ishi emas, balki Yevropa birligidagi davlatlarning vazifasi deb Yevropa birligidagi davlatlarni bu jihatda nurg'un ayblashlarda bo'ldi. Endi ilqi Arabistonda o'tkazilgan tinchlik Ukraina Rossiya tinchlik nemisidimi tinchlik yig'indimi kelishim uchrashishidimi asosan Rossiyani asos qildi, ammo Xitoyni siqib chiqardi. Bu yerdan endi shuning shu faktlar qaragan vaqtimizda Rossiya Ukraina tinchlik uchrashishiningki oqisida Amerika Xitoy raqobati bo'layotganligini endi ko'rib olmoq ancha tas emas. Perdaning oldida shu Rossiya Ukraina tinchlik uchrashishi bo'layotgandan ko'rinsimi, ammo perdaning oqisida Rossiya Xitoy Amerikadan iborat üç burcaklik munosabatiga daz ketayotganligini ko'rib olmoq ancha tas emas. Trumpning Zelenskiyga achchig'lishi, uni komedian deb kichikiltib, uni kamsitib so'zishi, diktator degandek gaplar bilan zarba berishning orqasida shu Zelenskiyning yoshirin holda Xitoy bilan yiqilishayotganligidek bir ahvolni Trumpning sezib qolganligi sabab bo'lgan. Qiyin undaqda faktlarga bir qarab baqaylik. Zelenskiyning Trump o'tgan yili iyulda 7-oyda suiqasdga uchragan nozik bir mezgilda Zelenskiyning Xitoyga yiqilish uchun zaytin shexi uzatganligi ma'lum. Ya'ni Türkçe mındaq zaytin shexi uzatish degan yaxshi bo'lib qolayli, shundaq burunqi mındaq do'sib qolayli, biz tarafda bo'lsang, bizga yordam qilsang degandek bir talabda bo'lganligini bildirdim. Shundaq bir zaytin shexi uzatganligi ma'lum. Undaqda Xitoy Ukraina munosabatlariga bir nazar sepishimizga to'g'ri keldi. Xitoy bilan Ukrainaning munosabatlari burun zot qandaqdi, hozir qandaq? Xitoy kimning do'sti, hozir kim tarafda turyapti? Ukraina Xitoy bilan Rossiya urushi jarayonida Xitoyninki Ukrainaga qilgan yordam sababli do'st bo'lib qolmadi. Balki urush boshlangandan keyin Xitoy axborot vositalari va ijtimoiy taratqular Rossiyani ayblaydigan ko'plagan xabarlarni e'lon qilib, Ukrainani qo'llaydiganligini bildirib turyapsizmi? Lekin Xitoy davlatining Rossiya Ukraina urushida Ukrainaning do'sti emas, Rossiyaning do'sti bo'lib turayotganligini aniq dunyo xalqi ko'rib turayotgandi. Rossiya Ukraina urush boshlangandan keyin Xi Jinping Zelenskiy bilan aram bir qitim telefon ko'rishgan. Ammo Putin bilan bo'lsa 5 qitim ko'rishgan. U da 5 qitim ko'rishgan. Ammo o'tgan yili iyuldan keyin, ya'ni Trump suiqasdga uchragandan keyin Ukraina tashqi ishlar ministri Dmitry Kuleba o'tgan yili 23-iyuldan 26-iyulga qadar Xitoy ziyoratda bo'ldi. Bu 2022-yili urush boshlangandan buyon yuqori darajali Ukraina amaldorlarining tunji qitim Xitoy tashqi ishlar Xitoy ziyarati bo'lib hisoblandi. 4 kunlik ziyorat jarayonida Dmitry
herkes Beijing'e bağımdı. Beijing'e bağımay Xitay'nınki Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Guangzhou'da uchrashdi. Andın Ukrayna Tashqi ishlar ministri Dmitri derhal Hong Kong'a ketdi. Hong Kong'a berib Hong Kong'ninki baş valisi John Lee degan kishi bilan ko'rishdi. Ama bu görüşlerde hech qanday bir mayli Xitoy taraf bo'lsin, mayli Ukraina taraf bo'lsin bir bayonot e'lon qilmadi. Germaniyada Rossiya Xitoy ishlar bo'yicha mutaxassis deb qaraladigan Alexander Dublin ismli bir kishi bor. O kishi BBC'ning ziyoratini qabul qilganda yuqoridagi uchrashish haqida to'xtalib, bu nihoyatda kam uchraydigan diplomatik tasadduqlik ekanligini tilga olgan. U yana bu uchrashishni Xitoyning qasdan Beijingda emas, balki Beijingdan yiroq joyga o'rinlashtirib, poytaxtning sirtida simbollik holda uchrashish orqali ko'rishishning diplomatik saviyasini tushirish planlangan bo'lishi mumkin. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida belki xalqlar boshqalar diqqat qilib ketmaydigan yangichada bir ishlarni qilish o'yba bo'lishi mumkin degandek farazlarni o'tirib qo'ygan. Ammo bu chog'da Xitoyning Ukrainaga bo'lgan qiziqishning sus ekanligi oshkor edi u chog'larda. Shu buning bilan bir vaqtda yana Wang Yi Dmitri bilan Guangzhou'da ko'rishib bo'libla, darhol yana Rus do'sti Sergey Lavrov bilan ko'rishish uchun allaqachon Los Anjelesga kelib bo'lgandi. Bu ko'rishishdan keyin shu Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Lavrovning ko'rishishidan keyin Xitoy taraf Ukraina vaziyati haqida hech qanday bir gap so'z qilmagan, to'xtalmagan holda bir axborot e'lon qilishini o'tkazdi. Ammo Rossiyaninki media xabarlari, axborot vositalari Lavrov axborot vositalarida Lavrov Wang Yi'ning o'ziga shu Ukraina tashqi ishlar ministri bilan o'tkazgan ko'rishishlar haqida, Guangzhou'da ko'rishishlar haqida ma'lumot berganligini Rus axborot vositalarida tilga olib o'tdi. Endi Ukraina tashqi ishlar ministrining Xitoy ziyorati shu dal Donald Trump suiqasdga uchrab 10 kundan keyin bo'lgan. Ham shundaqla Biden saylamdan chekingan vaqtlarga to'g'ri keldi. Zelenskiyning yana shu vaqtlarda Donald Trump suiqasdga uchragandan keyingi mezgillarda Xitoyga pek xushamat qilib, Xitoy tarafninki shu yuqori darajalik amaldorlardan Ukraina bilan ko'rishish uchun bir yig'in ichish yuqori darajalik amaldorlar ko'rishish uchun bir yig'in ichish taklifida bo'lganligi haqida ma'lumotlar bor. Undaqda nima uchun Zelenskiy Xitoy bilan yiqilishga bunchalar aldiraydi? Xitoy nima bunchalik xushamat qilib ketadi? Ham bu ishni yana nima uchun Donald Trump qasdga uchragan mezgillarda texmo jiddiy holatda bardi, bu kishini bek o'ylantirdi. Bu balkim Donald Trumpninki Zelenskiyni ayblab ketishidagi sabablardan birisi bo'lsa kerak. Amerika prezidenti Donald Trump qasdga uchrab 2 oydan keyin, ya'ni 2024-yili 9-oyda Zelenskiy Amerikaga ziyoratga bordi va u yerda Pensilvaniyadagi Scranton harbiy ishlar o'qituvchi aslahalari markazini ziyorat qildi. Bu ziyorat Amerikada nurg'ulg'an g'ulg'ullarga sabab bo'ldi. Bu ziyorat Ukrainaning Amerikadagi bosh elchisi tarafidan o'rinlashtirilgan bo'lib, faqatla demokratchilarla ko'p sonda qatnashdi. Bu Zelenskiyninki bu harbiy o'qituvchi, Amerikaning harbiy o'qituvchi
bazasıga qilgan ziyarati jarayonida. Bundan boshqa Pensilvaniya өлкәсенең башлыгы Josh Shapiro, senator Bob Casey qatarlıqlarmı şu Zelenskiy gamra bo'ldi. Aksaray vekilleri, Aksaray'ınki vekilleri, yani temsilciler meclisinin başlığı Mike Johnson, Zelenskiy'ninki bu Amerika qaratgan ziyaratiga nayti salbiy baho berdi. U Zelenskiy Amerikaga faqatlam şu Kamala Harris'ni saylam raqobat jarayonida qo'llash uchun Amerikaga ziyorat qildi deb munozir qildi. Bu ahvollar Donald Trump bilan Zelenskiy o'rtasidagi munosabatlarga dast ketkizib qo'ydi. Buningdanmi yomon bo'lgani Zelenskiyning Xitoyning yenidan o'rin olish uchun davomli holda Xitoyga xushomad qilishi bo'ldi. Zelenskiyning Xitoy xushomad qilayotganligi bu yil 2 yanvar kuni Xitoylar tarafidan farq etildi. Xitoyning matbuotlarida ancha-muncha ko'rinishga boshlaydi. Xitoyning askariy gazetlarininki birida Zelenskiyning Xitoyga xushomad qilayotganligiga oid ko'z qarashlar aks ettirilgan maqolalarga yer berildi. Xitoyninki ba'zi gazetlarda ochiq-oshkor holda Zelenskiyning Xitoydan yordam talab qilayotganligiga oid maqolalar va ko'z qarashlar bag'ancha gazetlardan komment ko'z qarashlarni yozgan yerlarda, onunki sosyal medialarda ko'plab besilishga boshlaydi. Hamda Zelenskiy Xitoyning Ukrainaga yangidan tayinlangan bosh elchisi bilan ko'rishdi. Undan boshqa Zelenskiyning hukumat ishxonasidagi yuqori darajalik bir amaldorning ham Xitoy elchixonasi bilan ko'rishganligi, Xitoy Ukraina hamkorligi bo'libmi Xitoyning Rossiya Ukraina masalasini hal qilishdagi muhim rolga yuqori baho berish simul qilingan bir shapkini elchixonasining bir xodimiga shunday simul xarakterlik bir shapkini hadiya qilganligi oshkorlangan. Dal mushuga kelganda ishlar nayti qalayim qolishib ketadi. Chunki Xitoy Rossiyani qo'llayotgan emasmidi? Biz shunday deb tushunimizda, biz dunyodagi butun xalqlar Xitoy Rossiyani qo'llayotdi deb tushunib kelgan. Hamma shunday savol tug'iladi. Acaba nima uchun Xitoy nima deyilishning simvoli bo'lgan shapka hadiya qilindi Xitoy konsulsligining maxsus adamiga? Va bir necha qitim Xitoy tarafdan yuqori darajalik amaldorlar uchrashishini yana talab qilindi. Voy, bizga bir yig'in ochqamsanglar, biz bir ko'rishganmisak, Ukraina Rossiya urushi masalasi haqida bir so'zlasak deb Xitoydan yuqori darajalik amaldorlardan bir yig'in ish berish haqida ko'p qitim tavsiyalar bo'ldi. Xitoy fuqarolarining Xitoy Ukraina munosabatlariga bo'lgan ko'z qarashlar bayon qilingan maqolalar yana o'tgan yil dekabrda Ukraina tarafining dunyoning ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdasi hisoblangan Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshilashning foydali bo'lganligi haqida bir bayonot e'lon qilganligini tilga ilingan. Hayran qolarliq. Hammamiz hayran qolmizda. Chunki Ukrainaga asosiy yordam Amerika va shu Yevropa birligidagi a'zo davlatlardan kelayotgan bo'lib, faqatlam Amerikaning Ukrainaga qilgan yordami 170 milliard Amerika dollari. Bir necha kun avval bu sanni kim Donald Trump shu 350 milliard dollar deb tilga oldi. Faqatlam Yevropa birligininki yordamlardan boshqa.
Uyg'ur maqol tamsillari bo'yicha aytganda bu amdiliqi shu Zelenskiyning danni sizning qo'raringiz deb tuxumni qo'shnisang uyda qo'shnisang qo'rasiga tuxum tuqqan to'xoga o'xshaydi. Demak, bu yerda Amerikadan yordamni ib turib, Yevropa birligidan yordamni ib turib, Xitoyga yana zaytun shex uzishning nima keragi bor? Demak, Zelenskiy Xitoyga shu zaytun shex uzish bilan xatolashdi. Chunki Xitoy Rossiyaning do'sti va Rossiyaga yordam qilayotgan birisi hisoblanadi. Xitoylarmi Zelenskiyning bu taklifini g'alati his qildi. Albatta bu bir g'alatilik, hammamiz uchun bir g'alatilik. Undan boshqa bu yil 15 fevral kuni Myunxenda o'tkazilgan bexatarlik uchrashuvida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Ukrainaning yangidan tayinlangan tashqi ishlar ministri Sebiha Andril bilan ko'rishdi. Xitoyning zuvan bo'lgan CCTV Wang Yining Xitoy bilan Ukrainaning 2011-yildan e'tiboran bir do'stlik an'anasiga ega ekanligini va strategik o'rtaq sherik ekanligini ilgari surganligini alohida xabar qildi. Bu xil ahvollarga qarata Xitoy ijtimoiy taratqularda biz qachondan boshlab Ukraina bilan do'st bo'lib qoldik degan munozaralar avjib ketdi Xitoy xalq orasida. Va Xitoy tashqi ishlar ministrligi to'r betida Wang Yining Ukraina yangi tashqi ishlar ministri bilan bo'lgan ko'rishmalari va yuqoridagi baholarga keng yer berildi. Xinhua agentligimi Xitoy Ukraina munosabatlarining cho'nqur yildizi borligini ta'kidladi va 2011-yildan e'tiboran strategik o'rtaqligi borligini ta'kidladi. Ukrainaning yangi tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishish haqida bayonot e'lon qilib, birmuncha gaplarni qildi. Ukraina tarafning shu Myunxen bexatarlik konferensi, ya'ni uchrashuvida Wang Yi bilan ko'rishganligi haqida bayonot e'lon qilib, shu birmuncha gaplarni qildi. Buning ichida bir Xitoy prinsipida chingtirdiganligi va kaza degandek gaplarni qildi. Endi bir Xitoy prinsipida chingtirish degan gap, Tayvanni e'tirof qilmaslik degan gap. Amerika taraf izchil Tayvanni qo'g'dab kelayotgan bir davlat. Ammo biz shundaqla yana biz Ukraina urush boshlangandan buyon Tayvanning Ukrainaning yendi turib qo'llab kelganligini bilamiz. Agar Ukraina Xitoyning bir Xitoy siyosatini qo'llaydigan bo'lsa, bu Amerikaning yuziga urilgan bir shapaloq bo'ldi albatta. Albatta Amerika bosh g'arb ellarininki urush jarayonida Ukrainani qo'llaganligini, Xitoyning bo'lsa Rossiyani qo'llaganligini yaxshi ko'rib turdik. Ukrainaning Beijing bilan bo'lgan yaqinligidan keyin Rossiyami Xitoyni ayblashni boshladi. Rossiya jim turmaydi, Ukraina Beijing bilan bo'lgan yaqinlashgandan keyin Beijing xushamad qilib qo'yatganliklarini bilgandan keyin Rossiyami Xitoyni ayblashga boshladi. Rossiya tashqi ishlar va mudofaa konsi boshqarish o'rnining a'zosi Aleksandr Losevmi Rossiyaning asosiy televiziya kanallaridagi Reflex degan bir programmada Reflection nomli bir programmada 2025-yillik yangi yil so'z qilib, Rossiya xalqiga men ruslarning texcha Xitoyninki Chag'on bayramini tabriklab yurayotganligidan cho'nqur afsus his qilaman degan riyosatchi. Voy bu nima deganingiz, bu beklam go'zal bir ahvolga degan vaqtida Aleksandr Losev ba'zi kishilar buni Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi madaniyat almashtirish deb tushunyapti, ammo Rossiya xalqi shuni bilishi kerakki, Ukraina armiyasi tarafidan ishlatilgan insonsiz aeroplanlarning chiqini Xitoy ta'minlaganligini o'ylab baqdingizmi? Qancha minglagan Xitoy
qancha minglagan Xitoyda ishlangan insonsiz harbiy aeroplanlar askarlarimiz va xalqimizni o'ldiryotidi. Buni madaniyat almashtirish degil bo'lamdi degan. Endi hurmatli ko'rurmanlar, men programmamningki xatimi qismiga, ya'ni oxirlash bosqichiga, ya'ni quyrug'iga kelib qoldim. Men bu yerda shu Trumpningki xarakteri haqida ozroq to'xtalib o'tmoqchiman. Ba'zi kishilar Donald Trumpning xarakterini mo'ljarlashga qiyin, birda undaq, birda bundaq deb bo'lib qoldi deb o'ylaydi ekan. Ama men undaq o'ylamayman. Donald Trump bir ishni qilgandan keyin ondan keyin bu bir xil boshqalarga nohaqchilik bo'lib qolmasin deb og'amchini sal uzunroq qo'yib ekan. Bu ahvol birda bir yansa bo'lib qolganda ko'rinib qoldi ekan. Masalan, TikTokni band qilman, taqayman deb Donald Trump shunaq degan. Undan keyin Donald Trump uni 65 kun uzatadiganligini, taqash muddatini 65 kun uzatadiganligi haqida bir bayonot berdi. Bu kishilarda TikTokni qo'llayotgandek, taqamaydigan bo'lib qolgandek yoki gibit tumgandek bir xil tushuncha berib qo'ydi. Lekin Donald Trump nohaqchilik bo'lib qolmasin deb TikTokni Xitoy Kommunist partiyasidan ayrilib chiqib, Amerikada yangidan bir sherik deb bilish uchun bir fursat bergan bo'ldi. Undan boshqa yana shu Meksika, Kanada qatorliq davlatlarga 25% bosh qo'ygandan keyin yana bir oy uzatib berdi muddatni. Og'amchini kengroq qo'yib, ular fursat berdi Donald Trump bilan shu deal kelishimlarni nima qilishga. Shuna bo'lganlik uchun Donald Trumpni shunaq o'ziniki so'zi tutmaydigan mushtaq deb his qildim qoldi ekan. Lekin qanday bo'lishidan qat'iy nazar bugun mana juma kuni Zelenskiy Amerikaga kelib, Amerika Donald Trumpni ko'rishib, Donald Trumpning deganlariga qo'l 50% boyliqlarni berish kelishimnomasi qo'l qo'ymoqchi. Ishlar borgan sari yaxshilanyapti. Ya'ni nurg'un kishilar Donald Trump o'sha dunyodagi davlatlarga qattiq pozitsiya tutib, o'zining dushmanini ko'paytiryapti. Bunda yolg'iz qoldi deb qarayotgan. Lekin hozir qarab baqsaq, Iran Amerika bilan yiqilish uchun taraddud qilyapti. Zelenskiy yana undaq deb qilgan bilan yana bugun Amerikaga kelib Donald Trump bilan kelishimga qo'l qo'ymoqchi. Uningdan boshqa Rossiya Amerikaga qanday bir yer osti boyliqlardan xeyli jihlarni beradiganligini ham undaq kam uchraydigan elementlar Amerikaga kerak bo'lsa, voy bizda bor deb shunaq Amerikaga yaqinchilik qilyapti. Bu nihoyatda cho'ng bir ilgirlash. Rossiyani yeniga olmasdan turib, Amerika Xitoydan iborat bu kommunistni, bu dunyolarga tarqab ketgan, bu cho'nqur yildiz tatib ketgan bir kommunist partiyani bir taraf qilgan bo'lmaydi albatta. Undan boshqa yana Gaza masalalari bo'ladimi? Yana dunyoning umumyuzlik bir tartibini yangidan radga turg'izmoqchi bo'ladi. Onu men hem kitaplarım haqida to'xtalib qo'ymoqchiman. Men bu programmam tugagandan keyin har bir programmamning ostiga mening kitoblarim bor, to'rbetni, ya'ni Uyg'ur Project fondi. Shu Amerikadagi hurmatli Erkin Sidiq akamiz ochgan Uyg'ur Project fondining to'rbetida orqali mening 4 parcha kitobimni, bu 5-fevral arxivlari, birinchi ikkinchi kitobimni ham maqola to'plamimni mishadan ko'ra olasizlar. Endi Uyg'urlarni men kitob o'qimaydi deb qat'iy ayblayolmayman, chunki kitob o'qish nihoyatda shu xotirjam, baxtli kishilarning ishi bo'lib, nihoyat xotirjam bo'lganda odamning kitob o'qigisi keladi. Heyilmi Uyg'urlar mishinchilik, qirg'inchiliklar, vatan bilan bo'lgan aloqasini uzilib qilishi, ota-onalar bilan bo'lgan aloqasini uzilib qilishi, dunyoda hech qanday bir odamning beshiga kelmaydigan, bir millatning beshiga kelmaydigan shundoq bir ahvol duch kelgan turibmi, yana kitoblarni o'qiyotdi. O'zinglarni erkin qo'yib turib,
Oqunglar kelganda oqunglar, oqunglar kelmaganda o'qimasanlarmi bo'ldi. Men bu kitoblarimni faqat kelajak uchun yozaman. Uningdan boshqa bugunning qadrlanmaydiganligini men pek yaxshi bilman. Shuning uchun men bugun tünügün bu vaqtida unutki o'zining qimmatini topadi. Buni pek yaxshi bilman. Shuning uchun men bugun uchun yozmayman. Men kelajak avlodlar uchun qalam tartibman. Shu yerga kirib qarsanglar, men o'zimning tarjimonlarimni sizlarga so'zlab o'tadim, chunki men pek burun 2003 yilda vatandan chiqib ketgan. Şoň ko'nalar bilganlar, yoshlar va yangi vatandan chiqqanlar bilmaydi. O'shalardan mening tarjimonlarimni, mening qalam tartish usulimni va uslubimni, maydanimni va irodamni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Men 2022 yili, 2023 yili, 2024 yili o da 3 qitim Türkiye'deki türlü konferanslarga, leksiya so'zlash faoliyatlarga bir leksiyalar so'zladim. Bu jarayonda pek ta'kidladim, shu qirg'inchilik haqida kundalik xotira yozish. Keyingi programmalarimda, bugun programmam yana uzrab ketdi. Keyingi programmalarimda kundalik xotira yozishninki foydasi haqida, qirg'inchilik haqida o'zimizning beshimizda o'tganlarni xotir qilib yozishninki muhimligi haqida yana to'xtalman. Çünkü biz Xitay ulaydıganға bek az qaldı. Bununla çoğunqur işinişinler gerek. Men bek çeksiz işinime. Sizler ma işinişinlerini ümit qilma. Biz vatan ulab, vatan kirganiki, vatandaki xalqimizga bir so'g'ab birishimiz gerek. Biz bir yer basak, adamgarchilik qilib bir so'g salamdan apirmizga, do'stlarimizga. Shunga o'xshash vatandaki xalqimizga biz so'g salamdan ipirishimiz gerek. Biz nemish qildik o vatandaki xalqimiz lagerlarda anandan keyin Xitoydan iborat mustabid hokimiyatning ostida bo'lganlik uchun ichkiliklarni to'kanmaydi, yozolmaydi, yozuvchi shoirlarimiz turmalarda. Biz shu qirg'inchilik jarayonida beshimizdan kechirganlarimizni, ishki hissiyotlarimizni, o'ylaganlarimizni xotir qilib yozib, vatanga borgandan keyin buni to'plab, ratlab nashr qilib hem xalqimizga hem dunyoga sunishimiz kerak. Har xil tillarda tarjima qilishimiz kerak. Men shu İstanbuldagi leksiyalarimda dunyoni ikki narsadan fatih qilganligi, birisining qurol, yana birisining qalam ekanligini ta'kidlagandim. Shunga men ko'pchilikdan mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin, hammasininki hammanglarning o'zinglarning shu vatan taqilib qolgan 2016 yildan buyon 8 yil jarayonida beshinglarni o'tgan kechmishlaringlarni vatanga so'g'i sifatida yezib xotirlab qo'yishinglarni umid qilaman va shuni ham ta'kidlayman. Shuning bilan bugungi programmam ishada oxirlashdi. Bir balvoq bir yo'lni bo'ylab Xitoyninki g'ulaydigan qasqalganligi haqidagi faktlarning kelarki qismida ko'rishaylik. Aman bo'linglar.